u Amerika universitetida inson miyasi, xotiralari, rivojlanishini harakatga doirligini ilmiy jihatdan o'rganib boradigan professor hisoblanar ekan. Bu gormonlar bizani ishlash, ya'ni tanamiz ishlash faoliyatiga juda katta ta'sir ko'rsatadigan gormonlar hisoblanadi. Misol uchun hozir hech kim ko'chaga chiqib ko'cha supurmaydi yoki o'tirib olib kir mashinada yoki tog'orada kir yuvmaydi. Bizni borgan sari harakatlarimiz kamayib ketadi. Qornimiz og'risa ham doriga yopishyapmiz. Muammo bo'lsa, qanaqadir tanamizda hammasi doriga yopishyapmiz, doktorga chopamiz. Nimaga tabiiy yo'llarini, tabiiy usullarni qidirmayapmiz? Kerakli, o'ziga kerakli dam olmasa, stress, kortizol gormonini ishlab chiqarishni boshlaydi. Ya'ni teskarisi ishlashni boshlaydi. Kortizol gormoni siz xohlasangiz, xohlamasangiz tanamizda yog' yig'ilishiga, yog' to'planishiga sabab bo'ladigan gormon hisoblanadi. 1 oy, 2 oy shug'ullanishni boshlaganingizdan keyin tana bu narsani odat tusiga kirgizib olgandan keyin sizda yana ham kuchliroq mashg'ulotlar o'tkazishga xohish tug'iladi. Olim, professor olim ham insonlarni qanaqadir dori-darmon ichishga emas, tabiiy yo'l bilan miyani tiklashga, tanani tiklashga chorlamoqda. Men ham shuni tarafdoriman. Sizga bu ma'lumotlarni yetkazishimda menga katta turtki bo'lgan amerikalik nevroolim Wendy Suzuki'ni bitta podkasti juda ham katta ta'sir qildi. Ya'ni bergan ma'lumotlar. U Amerika universitetida professor hisoblanadi va inson miyasi, xotiralari, rivojlanishini harakatga doirligini ilmiy jihatdan o'rganib boradigan professor hisoblanar ekan. Uni shiori har doim harakat miya uchun eng tabiiy ozuqa degan g'oyani ilgari surib boradi va bu har doim bergan intervyusida insonlarni harakatga chorlovchi motivatsion gaplar bilan olib chiqar ekan. Asosan hozir men uni kerakli gaplarini sizlarga yetkazib bermoqchiman. Sababi juda ham kerakli ma'lumotlarni aytib o'tgan. Harakatlar bizani tanamizga qanaqa ta'sir qilishi haqida ma'lumotlar berib o'tgan. Biz har doim 10 daqiqalik harakatlarni amalga oshirgan vaqtimizda birinchi bo'lib dopamin, serotonin, nevroadrenalin, endorfin gormonlari ishlab chiqarishni boshlaydi. Bu gormonlar bizani ishlash, ya'ni tanamiz ishlash faoliyatiga juda katta ta'sir ko'rsatadigan gormonlar hisoblanadi. Har bitta gormon biz uchun kerakli. Demak, biz har doim 10 daqiqa ko'chada yurgan vaqtimizda yoki 10 daqiqa mashg'ulotlarni amalga oshirgan vaqtimizda miyamizga, miya ishlash funksiyasiga xuddi shu gormonlarni yetkazib beramiz. 10 daqiqa bor yo'g'i. 10 daqiqa ichida miya ishlash funksiyasi shunaqa zo'r ishlashni boshlaydi. Siz o'zingizdagi o'zgarishlarni ko'rishni boshlaysiz. Bu ayol har doim harakatni miyani davolashda harakatni ilgari surib borar ekanlar. Nima qilishdan qat'iy nazar, qanaqa kasallik bo'lishidan qat'iy nazar harakat qilish kerak. Faqat inson tanasi harakat bilan tirik bo'ladi deb o'zlarini ilmiy tadqiqotlarida ham, yozgan kitoblarida ham keltirib o'tganlar. Demak, o'zim mutaxassis sifatida, ya'ni murabbiy, jismoniy terapevt sifatida men ham bu fikrni juda ham qo'llab-quvvatlayman. Sababi hozir bizni ish, ya'ni ro'zg'orimizda, qanaqadir ish faoliyatlarimizda harakatsizlik juda ham ko'payib ketgan. Texnologiya kuchayib ketdi. Har bitta harakatimizni robotlar, qanaqadir texnikalar amalga oshiryapti. Misol uchun hozir hech kim ko'chaga chiqib ko'cha supurmaydi yoki o'tirib olib kir mashinada yoki tog'orada kir yuvmaydi yoki hech kim ertalab turib ko'chaga hech qanaqa suv sepilmayapti. Bizni borgan sari harakatlarimiz kamayib ketadi. Astanovkalar, mashinalar, taksi, misol uchun Yandex uyingizni eshik tagidan olib, uy eshik tagigacha olib borib qo'yapti. Oldin misol uchun biz taksi tutadigan bo'lsak, ko'chani boshiga chiqib, mashina yo'lda taksi tutilardi. O'sha mashina yo'lda tushib qolib, mahallaning ichiga piyoda yurib borilgan. Hozir hammamizda qulay sharoitlar yaratib berilgan sari harakatlarimiz kamayib, kasalliklar ko'payib boryapti. Bu bizni kelajakdagi kasalliklarni oldini olishda juda ham katta xavf tug'diryapti. Yana biz har doim bitta narsadan chora qidiryapmiz, dori-darmonlardan. Bosh og'risa ham doriga yopishamiz, qornimiz og'risa ham doriga yopishyapmiz. Muammo bo'lsa, qanaqadir tanamizda hammasi doriga yopishyapmiz, doktorga chopamiz. Nimaga tabiiy yo'llarini, tabiiy usullarni qidirmayapmiz? Harakat har doim sizni har qanaqa kasallikdan saqlab turadi. Qarishni ham oldini olib turadigan eng bu tabiiy narsa harakat hisoblanadi. Biz 10-15 daqiqa ko'chada prosta shunchaki yugurish shart emas, o'zingizni qiynamang. Yoki birorta 10-15 daqiqa qiyin mashg'ulotlarni bajarishingiz shart emas.
o'zingiz uchun 15-20 daqiqa boshlanishiga vaqt ajratib yurishni boshlashingiz kerak. Har bitta yurgan vaqtingizda miyangizdagi ichki miyadagi xotira, fikrlash, tafakkur qilish funksiyalariga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Harakatli, ya'ni jismoniy harakat, mana tanani harakati miyamiz uchun juda katta ta'siri bor. Birinchi boshlanishida har doim biz tavsiya qilardik. Aytamiz, birinchi boshlanayotganligi mayli 1 soat yurmang, 2 soat yurmang, yugurmang, faqat yuring. 15-20 daqiqa yurishdan boshlang. Undan keyin asta-sekin ko'paytirib borasiz. Yoki birorta uy ishlarini o'zingizni hobbingizga aylantiring. Shunaqa hobbiga aylantiringki, uy ishlarini qilganingizda shu harakatlar bilan mazza qilib qiling. Har bitta harakat qilganingizda o'zingizda shu dopamin, serotonin, endorfin gormonlari ishlab chiqarayotganini his qilib harakatlarni amalga oshiring. Misol uchun, men har doim jismoniy mashq bilan shug'ullangan taqdirimda ham, har doim kunda kunora o'zimga fiziologik nagruzka bergan taqdirimda ham, kunora baribir ko'chada 10-15 daqiqa yurish, faqat shunchaki yurish amaliyotini amalga oshiraman. Yurgan vaqtimda telefondan, har xil informatsiyalardan, odamlardan tashqarida yolg'iz yurish harakati qilaman. Shunaqa yurgan vaqtimda miyada tafakkur qilish, o'ylash, fikrlash, qanaqadir g'oyalar paydo bo'lishi boshlaydi. O'zimni yengil his qilib boraman. O'zim bilan o'zim gaplashib olishimga vaqt bo'ladi. Ishonmasangiz o'zingiz ham sinab ko'ring, zo'r natija beradi. Bundan keyin asta-sekinlik bilan sog'lom turmush tarziga, to'g'ri ovqatlanishga o'tishni boshlaysiz. To'g'ri, tana uchun birdaniga to'g'ri ovqatlanish, birdaniga mashg'ulotlarni boshlash og'irlik qilishi mumkin. Shuning uchun men har doim o'zimning amaliyotimdan kelib chiqib, keladigan bemorlarimizga nimani tavsiya qilaman? Avvalambor yurish. Hayot tarzingizga yurishni odatini kirgizing. Undan keyin sog'lom ovqatlanish. Undan keyin asta-sekinlik bilan kerakli narsalarni hayot tarziga kirgizib olishingiz mumkin. Uyqu. Uyqu rejimi ham zo'r bo'lishi kerak. Har doim biz 10 dan 11 oraligacha uje uyquga yotgan bo'lishimiz shart. Agar siz uyquga vaqtida yotmaydigan bo'lsangiz, tana o'ziga kerakli dam olmasa, stress, kortizol gormonini ishlab chiqarishni boshlaydi. Ya'ni teskarisi ishlashni boshlaydi. Kortizol gormoni siz xohlasangiz, xohlamasangiz tanamizda yog' yig'ilishiga, yog' to'planishiga sabab bo'ladigan gormon hisoblanadi. Professor olim ham insonlarni qanaqadir dori-darmon ichishga emas, tabiiy yo'l bilan miyani tiklashga, tanani tiklashga chorlamoqda. Men ham shuni tarafdoriman. Miyangizni, o'zingizni stressdan chiqarib yuborish uchun faqat harakat va harakat. So'zim oxirida o'zingizni har doim ehtiyot qilib yuring. Jismoniy mashqlarni har doim bajarishga va buni turmush tarzi odatingizga aylantirishga harakat qiling. Ishonavering, sizni har qanaqa dori-darmonlardan ham, operatsiyalardan ham saqlab qoladigan eng zo'r tabiiy usul bu jismoniy mashq, ya'ni harakat hisoblanadi. Dorilar, qanaqadir operatsiyalar vaqtincha yordam beradi. Vaqt o'tgandan keyin hammasi bir tinga aylanib ketadi. Natija tez bo'lishi mumkin. Vaqt o'tib bu narsa yo'q bo'lib ketadi. Tabiiy yo'l bilan harakat qilsangiz, harakatlaringiz asosida qilingan, sekin natija olinadigan holatlar har doim doimiy bo'ladi. Shuning uchun sizlarni harakatga chorlab qolaman. Har doim jismoniy mashqlarni odat tusiga kirgizib qilib borishinglarni ta'kidlab o'taman.